Bu jamoat xavfsizligida ko'pchilik sal bilmasligi mumkin. Bu universitetimizning nomi boshqalar oldin Milliy gvardiya universiteti deyilgan. Bu tasdiqlanadi oxirida, ya'ni boshida e'lon qilinmaydi kvotalar qaysi yo'nalish nechtaligi. Oxirida e'lon qilinadi. Qizlarimiz uchun 178 xil belgilangan. 175 dan hattoki o'tmaydi. Hech qaysi harbiy oliygohda yo'q bo'lgan talab bor. Ya'ni vazirlik tarkibining o'zida kirgan bolalarni e'lon qilinadi. 16 sekund atrofida va 1 daqiqada 35 marta press anjumanga qilib berishlari kerak bo'ladi. Taxminan 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, o'sha 5 ta odamning ichida kurashadi armiyaga borib kelganlar. Demak, Jamoat xavfsizligi universiteti. Xo'p, ushbu universitet o'zi joylashgan joyi Toshkent viloyati Zangit tumanida joylashgan. Bu Toshkent viloyatiga qaraydi, Zangit tumaniga. Bu jamoat xavfsizligida ko'pchilik sal bilmasligi mumkin. Bu universitetimizning nomi boshqalar oldin Milliy gvardiya universiteti deyilgan. Ya'ni hozirgi kunda Jamoat xavfsizligi universiteti deyiladi. Xo'p, ushbu universitet ikkita vazirlik, ya'ni bitta qo'mondonlik, bitta vazirlikda birlashgan yo'nalishlari mavjud bo'lgan oliygoh sanaladi. Bu qaysilar? Bular Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligining yo'nalishlari birlashgan oliygoh sanaladi. Bu yerda o'sha o'qish jarayonlarida bitirganingizdan so'ng leytenant zvaniya beriladi. Bu yerda shunaqa yo'nalishlar borki, 3 yillik va 4 yillik. Aynan shunaqa yo'nalishlar bor. Bunda o'qish jarayonlarida yotoqxona, 3 mahal issiq ovqat, kiyim-bosh, o'qish xarajatlari barchasi davlat tomonidan qoplanadi. Bundan tashqari yuqori darajali stipendiya. Va bitirasiz, leytenant zvaniya beradi va bitirishingiz bilan 100% bilan ta'minlanasiz. Ya'ni hech qayerda diplomingizlar yurmaysiz. Endi keyingi masala shunaqa yo'nalishlari borki, bu yuridik sohaga yaqin yo'nalishlarga sizga yurist degan diplom beriladi. Xo'p, ushbu yo'nalishlarimizda birinchi tafsilni olsak, ya'ni birinchisi bu Milliy gvardiya qo'mondonligiga qarashli yo'nalishlar bor. Bunda hattoki xalqaro faoliyat yo'nalishlari ham mavjud. Misol uchun birinchisi bu maxsus vazifalarni bajarish qo'shinlarining qo'mondonlik taktik faoliyati. Bu asosan biz masalan biladigan narsa bu spetsgruppalar. Bunda o'qish muddati 4 yil va asosiy imtihon fanlari matematik, chet tili. Bu yo'nalishimizda o'tgan yilgi proxodnoy, mana shu 2023-2026 yildagi proxodnoy ballari, bunda kontrakt yo'q, faqatgina grant va faqatgina o'g'il bolalar qabul qilinadi. Qizlar qabul qilinmaydi bu yo'nalishga. 100 ball bo'ldi. Ya'ni proxodnoy oxirgi chizig'i 100 ball bo'ldi. Yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Kvotalar bu tasdiqlanadi oxirida, ya'ni boshida e'lon qilinmaydi kvotalar, qaysi yo'nalish nechtaligi. Oxirida e'lon qilinadi bu. Hop, ikkinchisi bu xizmat faoliyatini tarbiyaviy psixologik ta'minlash. Bunda ham o'g'il bolalar qabul qilinadi, ham qizlar qabul qilinadi. Bunda o'g'il bolalar uchun bo'y nisbati 180 dan yuqori, qizlarimiz uchun 178 qilib belgilangan. 175 dan hattoki o'tmaydi. Bunda imtihon fanlari biologiya va ona tili adabiyot va milliy sertifikatlar qabul qilinadi barcha yo'nalishlariga. Bunda o'g'il bolalarimiz uchun 81 ball, qizlarimiz uchun 100 ball bo'ldi. Ya'ni buni shuni joyida inobatga olishingizni so'rayman. Bu yerda o'g'il bolalar uchun alohida ballar, qizlar uchun alohida ballar chiqariladi. Uchinchisi bu xavfsizlikni huquqiy ta'minlash. Ya'ni bu yo'nalishimiz 4 yillik bu ham. Bunda ham qizlar qabul qilinadi. Asosiy imtihon fanlari huquq va chet tili. Proxodnoy ballari o'tish balli o'g'il bolalar uchun 182 bo'ldi. Qizlarimiz uchun 136.6, ya'ni taxminan 137 ball bo'ldi. To'rtinchi yo'nalishimiz iqtisodiy xavfsizlik. Bunda matematik, chet tili fanlaridan, bunda ham qizlar qabul qilinadi. Hozir sanab o'tgan yo'nalishlarning barchasida yo'nalish bo'y nisbati o'zgarmaydi. 178 dan baland bo'lishi kerak. O'g'il bolalarimiz uchun 170 proxodnoy ball bo'ldi, qizlarimiz uchun 128. Keyingisi aniqlash va qo'riqlash tizimlaridan foydalanish bo'yicha qo'mondonlik taktik faoliyati. Bunda faqat o'g'il bolalar qabul qilinadi. Imtihon fanlari matematika, fizika balli 178 bo'ldi. Endi qo'riqlash bo'linmalarining qo'mondonlik taktik faoliyati, ya'ni hozirgi kunda misol uchun ahram yo'nalishlari deylik. Bu yo'nalishlarimizda huquq va chet tili yo'nalishlari va o'qish muddati, mana e'tiborli bo'lishingni so'rayman, 3 yil. O'g'il bolalar ham, qizlar ham qabul qilinadi. O'g'il bolalar uchun o'tish balli keli 141 bo'ldi. Qizlarimiz uchun 86 bo'ldi. Xo'p, endi mana shu hozirgi sanab o'tgan yo'nalishlarimda barchasi bular Milliy gvardiya qo'mondonligiga qarashli yo'nalishlar. Bularda o'sha sanab o'tgan narsalar. Endi yana bitta joyda aytib o'tishim kerak.
bundan tashqari yo'nalishlarimizdan bittasi bor, yana bu xalqaro harbiy hamkorlik. Bunda hech qaysi harbiy oliygohda yo'q bo'lgan talab bor. Bu talab chet tilidan sertifikat bo'lishi majburiy. Ya'ni o'sha B2 dan yuqori daraja, B2 va undan yuqori daraja talab qilinadi bunday yo'nalishimizda. O'qish muddati 4 yil, imtihon fanlari huquq bilan chet tili. Проходной ballari 190 dan yuqori bo'ladi. Xo'p, endi keyingi yo'nalishlarimiz bular Ichki ishlar vazirligiga qarashli bo'lgan yo'nalishlarimiz. Bular 3 ta yo'nalishimiz bor. Bunda yo'l patrul, post patrul va migratsiya yo'nalishlari. Endi yo'l patrul sohamizga qizlar ham, o'g'il bolalar ham qabul qilinadi. Bunda uchalasida ham imtihon fanlari bir xil. Huquq, chet tili test shaklida amalga oshiriladi va bir narsani inobatga olishinglar kerak. Bunda yo'nalishlarda проходной ballar hech qayerda e'lon qilinmaydi. Ya'ni vazirlik tarkibining o'zida kirgan bolalarda e'lon qilinadi. Bunda o'qish muddati 3 yil. Bo'y nisbati uchalasida ham har xil. Yo'l patrulga 1.75 dan yuqori, post patrulga 1.70, migratsiyaga 1.65. Bu o'g'il bolalar uchun. Qizlarimiz uchun yo'l patrulga 1.70, post patrulga 1.65, migratsiyaga 1.60. Ya'ni qabul qilinadi shu sohamizga. Endi imtihon fanlari haqida mana tushuncha oldik. Endi keyingi masalamiz bu saralash bosqichlari. Bunda saralash bosqichlarida hujjatlar topshirishi Milliy gvardiya qo'mondonligi yo'nalishlarimizga tumandagi voyenkomat, ya'ni mudofaa ishlari bo'limi orqali, sanab o'tgan 3 ta ichki ishlar vazirligi yo'nalishlarimizga tuman ichki ishlar bo'limlari orqali hammasida bir xil 1 fevraldan 15 martgacha hujjatlar qabul qilinishi davom etadi. Endi saralash bosqichlari qanaqa tarzda amalga oshiriladi? Jismoniy tarbiyadan imtihon, psixologik imtihon, tibbiy ko'rik va oxir testga kiradi. Endi bu yerda yana bir narsa inobatga olish kerak. Jismoniy tarbiyada ham qizlar bilan bolalarda har xil. Xo'p, bolalarda 3 kilometr cross 12 daqiqa, 100 metr yugurish 14 sekund, turnik 12 ta. Qizlarimizda 1 kilometr yugurish 4 daqiqa, 100 metr yugurish 15 sekund, 16 sekund atrofida va 1 daqiqada 35 marta press anjmanya qilib berishlari kerak bo'ladi. Bu qizlarimiz uchun belgilangan o'sha jismoniy normativlar. Shunaqa. Endi проходной ballarini taxminan Ichki ishlar vazirligiga aytib o'taman. Bu yerda o'sha taxminan 100 atrofi to'plashsa, xudo xolisa kirishadi. Endi qanday ligotalar o'tadi? Mana bilamiz, Ichki ishlar vazirligiga armiyada olib kelingan ligota o'tmaydi. Lekin Ichki ishlar vazirligini aynan jamoat xavfsizligi yo'nalishidagi 3 ta yo'nalishlarga armiya ligotasi o'tadi. Undan tashqari Temurbeklar maktabini, harbiy farzandlari ligotalari va vatan tayanchidan olingan 5% ligota ham ushbu yo'nalishlarga o'tadi. Hammasiga shu sanab o'tgan Milliy gvardiyaga ham, bunga ham. Endi mana ko'pchilik so'rash, Sho'ro aka, armiyaga borib kelgandan keyin olgan ligotamiz 50% to'plagan ma'lumotga qo'shib beradimi? Yo'q, unaqa emas. Bu faqatgina Mudofaa vazirligi tarkibidagi harbiy oliygohlarga shunaqa. Endi bu sohalarga umumiy kvotani 5% ajratiladi. Misol uchun deylik, 20 ta olsa, uni 5% misol uchun deylik, taxminan 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, o'sha 5 ta odamning ichida kurashadi armiyaga borib kelganlar. Shunaqa tartibda qabul qilinadi. Bunda o'qishda o'sha imtihon jarayonlari iyulning o'rtasida bo'lib o'tadi va juda ko'pchilik qiziqtirgan savol mana bu joyda, Shohir aka, biz mana harbiy yo'nalish tanladikda, undan keyin 5 davlat oliygoh tanlasak bo'ladimi va imtihonlar alohida bo'ladimi? Birinchi savolingiz javob, ha, bo'ladi tanlasangiz. Ikkinchi savolingiz yo'q, imtihonlari bitta bo'ladi. Misol uchun siz harbiy yo'nalishga imtihon topshirdingiz, misol huquq chet tilidan testga kirib chiqdingiz, o'sha ballingiz siz tanlagan 5 davlat oliygohiga shunda o'tadi. Ya'ni umumiy bitta bo'ladi imtihoni. Shunaqa tartibda qabul qilinadi. Va bunda o'sha sizda o'tganingizdan so'ng ertasiga 2 kun orasida chaqirishadi, poligonga olib ketishadi. Taxminan 40 kundan poligondan keyin o'sha qasamyod va o'qishlar boshlanadi. Bunda ham Ichki ishlar vazirligi yo'nalishlarida ham o'sha 3 yil o'qiydi, leytenant zvoniyani oladi, 100% tekin o'qiydi va ish bilan ta'minlanishi aniq. O'tgan yildan boshlab vazirimiz, prezidentimiz farmonlariga binoan
vazirimiz o'sha buni ishlar vazirligi bo'yicha buyruq ishlab chiqdi. Ya'ni bitirgan, shu sohani bitirganlarga yurist diplomi ham beriladi. Ya'ni aynan ichki ishlar vazirligi yo'nalishida bitirganlarga yuristga diplom ham beriladi. Chunki fuqaroligi, misol uchun mutaxassisga ikkita bo'ladi. Harbiy yo'nalish bo'yicha alohida diplom, grajdanskiy yo'nalish bo'yicha alohida diplom beriladi. Misol uchun bu bitirib, masalan, pensiyaga chiqsa deylik, yurist bo'lib ishlash mumkin. Shunaqa imkoniyatlar ham qilib berildi. Demak, bu DXX akademiyasining qabul nizomi. Bunisi Ichki ishlar akademiyasining qabul nizomi. Bu Jamoat xavfsizligi universitetining qabul nizomi. Farzandingizni olib qolishimiz uchun yagona shartimiz bor. Bu eti bizga, suyagi sizga.